Kim o'zini tambal his qilsa, dangasa his qilsa, kuniga o'sha hadisda targ'ib qilingan 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamdu yuhyi va yumiit va huwa ala kulli shay'in qodirni 100 martadan aytishni yo'lga qo'ysa, inshaalloh undan tamballik ketadi, undan dangasalik ketadi, u hayotga faol holatda yuz tutadi deb mashoyixlarimiz sharhlashgan. Demak, mashoyixlarimiz ana shu zikrlarni qilib yurishni biz uchun aytib, o'rgatib ketishganning sababi bizlar mana bu ibodatlarga tetik bo'lishligimiz uchun. Oldin mana shunaqa zikrlar bilan o'zimizni tetiklashtirib olsak, inshaalloh roza tutishlarimiz ham, hajlarga borgandagi ibodatlar ham o'ta yengil holatda kechadi. Shuning uchun biz doim tilimizni zikrga mashg'ul qilishligimiz kerak. Zero til faqat gapirish uchun yaratilgan. Agar biz uni zikrlar bilan jilovlab olmasak, u behuda narsalarga ketib qolaveradi.